Bu yangi bizni novinkamiz "Восковые полоски для депиляции". Bu ayol kishilarga judayam yozda kerakli bo'ladigan mahsulot deb o'ylayman. Qizlarimizga, ayol kishilarga judayam depilyatsiya kim borgisi kelmasa, uylarida vaqtlari bo'lmasa baribir judayam yozda kerak bo'ladi va hozir man sizlarga buni raspakovka qilib ko'rsataman. Ichida 8 ta poloska bo'ladi va 2 ta salfetka bo'ladi для удаления воска. Hozir buni ko'rsataman obzor qilib ochib. Mana biz ochdik. Mana upakovkalarda keladi. Mana instruksiyasi ham bor orqasidan yozilgan. Kim fotoapellyatsiyalarga borishni xohlamasa, uyda salon uходini qilsa bemalol bo'ladi ayol kishilarga, qizlarga. Mana buni birinchi navbatda протрите восковую полоску между ладонями. Birinchi qo'lda isitib olamiz. Keyin esa ikkita tomonga bunday qilib ajratiladi. Keyin yopishtiriladi sekin mana olib tashlanadi. Yaxshilab teriga bunday bostirib yopishtirish kerak bo'ladi. Hozir mana man ko'rsataman. Ichida mana konvertik mana bizda ochiladi. Mana salfetkalari keyin olib tashlangandan so'ng, tuklarni olib tashlagandan so'ng artib olinadi. Badan terdi mana yuzimda yoki oyoqniki bo'lsa mana ikkitadan mana bizda bor. Mana 8 ta dona. Ancha ko'p ketadi. Barakali. Judayam kerakli bo'ladi. Mana qizlarimizga ham, ayollarga ham uhod